Assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz Andijon viloyati Ulug'nordan, ya'ni Yozyomon ko'rigidan 10-15 kilometr uzoqlikda Farg'ona Yozyomon ko'rigidan silos, optim siloslar chiqarishni boshladik. Mana katta firmamizdan. Mana shu o'zim turgan yami 2000 tonnalik bag'i ketaveradi yana. 10.000 tonna silos bor. Hop, optim chiroyli silos ham chiqaryapmiz bahorga. O'ta donli silos. Hozir tushib batafsil syomkani chiroyli qilib syomka qilamiz akalar. Mana bu furamiz Buxoroga ketyapti. Bu Toshkentga. Bunisi Buxoroga ketyapti aka. Mana holat. Ana shunday bitta syomka qo'yib. Mana donlar. Jirton. Mana karavon. Reja. Telefon qilaverasizlar 17 mingdan 20 ga olsin qilib beramiz. Mana. O'tamiz. Mana. Mana donlar. Bahorgi silos. Telefon qilaverasizlar. Kelishtirib dastavkalari kelishadigan holda qilib beramiz. Mana. Ob'yom katta. Quruq. Ularning quruq tagida suv yo'q. O'ta chiroyli akalar silos. Silosimiz o'ta chiroyli chiqyapti. Qani? Qopi ham to'la mana akalar. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz pastga qo'yib qo'yamiz. Manzil tushuntirdik. Ulug'nor, Andijonga yaqin, Farg'ona Yozyomonga o'ta yaqin. Mana shu yerdan ish ketyapti. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Buxoro, Samarqand, Sirdaryo, Qashqadaryo, Toshkent dastavkalar kelishilgan holda chiroyli qilib beramiz.